Ibn Sino tavsiya qilgan o'simlik damlamalarini ichaman. Lekin bitta savol bor, bu damlamalar menga foyda beradimi yoki aksincha zarar qiladimi? Bugun buni sinab ko'raman. Bugun men 24 soat davomida Abu Ali ibn Sino bo'lib yashashga harakat qilaman. Uning hayotidan ilhomlanib, sog'lom odatlar, tabiiy oziq-ovqatlar va dorivor o'simliklarni sinab ko'raman. Keling, kunni boshlaylik. Ibn Sino sog'liqni saqlashda dam olish va uyquni juda muhim deb hisoblagan. Zamonaviy ilm ham sifatli uyqu organizmning tiklanishi, xotira va diqqat uchun muhimligini ko'rsatadi. Shuning uchun bugungi kunni yaxshi uyqu bilan boshladim. Bugungi maqsadim kun davomida 3,5 litr suv ichish. Suv organizmdagi ko'plab jarayonlarda ishtirok etadi va suvsizlanishning oldini olishga yordam beradi. Kun davomida har bir ichgan stakanimni hisoblab boraman. Bugun energetik ichimliklardan voz kechdim. Uning o'rniga oddiy limonli ichimlik tayyorlashga harakat qilaman. Do'stlar, endi mana degustatsiya qilamiz. Xullas, bu o'ta nordon bo'ldi, lekin haqiqatda tetiklantirishga yordam beryapti. Endi mana bu shuni bitta ko'tarishda ichishga harakat qilamiz. To'yimli tushlikdan keyin bir stakan gazli mineral suv ichdim. Ba'zi odamlar bunday suvni ovqatdan keyin ichishni yoqtirishadi. Men ham bugun shaxsiy tajriba sifatida sinab ko'rdim va o'zimni qanday his qilishimni kuzatdim. Ishlarni tugatib uyga kelgach, ovqatimga ko'katlar, piyoz va yangi sabzavotlar qo'shdim. Sabzavotlar vitaminlar, minerallar va tolalarga boy bo'lib, muvozanatli ovqatlanishning muhim qismi hisoblanadi. Endi esa eng qiziq qism. Ibn Sino o'simliklarning xususiyatlarini chuqur o'rgangan. Men ham ramashka, qo'qqoz o'ti va oz miqdorda zanjabildan tayyorlangan damlamalarni tatib ko'raman. Ramashka, ya'ni moychechak, yallig'lanishni kamaytirishga yordam berishi mumkin. Oshqozon va ichak spazmalarini yengillashtirishga yordam berishi mumkin. Hazmni yaxshilashga ko'maklashishi mumkin, tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tomoq va og'iz bo'shlig'idagi yengil yallig'lanishga ishlatilishi mumkin. Qo'qqoz o'ti. Karotinoidi, Manbai: C vitamini mavjud flavonoidi, va taninlar mavjud. Moddalar almashuvini qo'llab-quvvatlashga yordam berishi mumkin. Qon hosil bo'lish tizimining normal faoliyatini qo'llab-quvvatlashi mumkin. Hazm qilish tizimini faoliyatiga yordam berishi mumkin. Siydik ajratishni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Ba'zi mikroorganizmlarning o'sishini sekinlashtiruvchi xususiyatlari laboratoriya sharoitida o'rganilgan. Zanjabil kukuni ko'ngil aynishini kamaytirishga yordam berishi mumkin. Hazmni yaxshilashga yordam berishi mumkin. Yallig'lanishga qarshi xususiyatlari o'rganilgan. Sovuq havoda issiqlik hissini beruvchi ichimliklarda ko'p ishlatiladi. Antioksidant moddalarni o'z ichiga oladi. Endi esa ularning ta'mini baholayman va qaysi biri menga ko'proq yoqqanini aytaman. Endi do'stlar, sizlar bilan hozir tayyorlangan damlamalarimizni tatib ko'ramiz. Bu qora qiz o'ti. Qarang, bismillah. Hidi yaxshi, yomon emas. Bunga hech nima qo'shmadim, faqat asha choy paketini soldim xolos. Choyga o'xshash yoqimli anaqa hali me'daga tegadigan narsa emas. Yo'l tipa yalpisda anaqasi ham kelyapti nimagadir.
o'zi qora qizildi. Adashmasam endi manaqa bo'lsa kerak. Rasmdaqa. Yaxshi ichsa bo'ladi. Endi bu anaqani bu xullas zanjabilda maydalanganini anaqasi damlamasi buni eng oxiriga olib qo'yamiz, chunki bu juda ham achchiq va hidi ham ichi nima deydi, g'alatiroq o'xshayapti. Endi sizlar bilan hozir biz romashka choyini tatib ko'ramiz. Uni chiqarib olsak, endi qarang. No, hidi ham zo'r ekan buni. Bunga ham nisbatan hidi zo'r ekan romashkani. Qani tatib ko'ramiz. Bu ham choy. Choyda ta'mi kelyapti. O'zi mana hisobda. O'zi mana bunisi qora choy, bunisi ko'k choy. Shunaqaga ta'mi ham o'zi shunaqaga tortyapti. Endi eng kulminatsion nuqta bu zanjabilda anaqasini tatib ko'ramiz. U o'ta achchiq, ham hidi ham bismillah. Voy. Bo'ldi. Xullas, bularni tanlab ko'rdim. Menga yoqqani bu moychechali choy bo'ldi. Ta'mi ham, hidi ham yaxshi ekan. Endi monga nisbatan hidi zo'r ekan. Endi qo'shimcha sifatida bizda manaqa buyoqqa tutaman ekan. Xullas, qo'shimcha sifatida bizda manaqa xullas qalampir muncho bor. Buni ham foydali taraflari ko'p. Buni og'izda shimish kerak bo'ladi. Buni ham shimib anaqasini bilamiz. Xullas. Hech qanaqa ta'mi yo'q. Yo'q. Qanaqa achchig'ligi ham, anaqasi ham yo'q. Kun davomida Ibn Sino hayotidan ilhomlangan odatlarni sinab ko'rdim. Eng qiyini kun bo'yi intizomni saqlash, eng yoqqani esa tabiiy ichimliklar va sog'lom ovqatlanish bo'ldi. Siz yana qaysi tarixiy shaxs bo'lib yashashimni xohlaysizlar? Izohlarda yozib qoldiring.